qurilish tashkilotlari qat'iy ogohlantirildi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarish milliy qo'mitasi tomonidan barcha qurilish tashkilotlariga qurilish maydonlarida atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha belgilangan talablarga so'zsiz rioya etilishi shart ekanligi borasida yo'llanmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, barcha qurilish tashkilotlari quyidagi talablarni bajarishga majbur. Qurilish jarayonida chang va qum zarrachalarining havoga ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik, qurilish maydoniga kirib chiqish yo'laklarida osma yomg'irlatgich va suv purkagichlari o'rnatish, avtotransport vositalari g'ildiraklarini majburiy tarzda yuvish shoxobchasini tashkil etish, chang tarqalishining oldini olish maqsadida qurilish maydonini to'siqlar, qoplamalar va himoya materiallari bilan jihozlash. Mazkur talablar bajarilmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq jarima va boshqa ma'muriy choralar qo'llanilishi, shuningdek faoliyat 10 ish kunigacha to'xtatilishi yoki belgilangan tartibda butunlay tugatilishi mumkin. Eng so'nggi va qiziqarli ma'lumotlarni Demokrat.uz saytida kuzatib boring.